Zor məğlۇبىيەت. ئاپتورى Zbigniew Brzezinski. 20-ci əsrdəki kommunizmның güllenişi və halakiti. 6-cı bab, 3-cü qism. Partiyanın rolü. Bu məsələdə 2 nöqtə intayın mühim. Birinchidən, partiya özünü qanchalik dərəcədə demokratiyələşdirişi kerak. İkinchidən, cəmiyyətning demokratiyələşdirilishi qanchalik dərəcədə bo'lganda partiyaning bevosita huquq yurgizish roliga ta'sir ko'rsatiladi. Munozirlarda garchi aniq o'ttirib qo'yilmagan bo'lsa-mu, ammo tegish qilgani partiyaning o'zining sotsializmlashtirilish yo'lida qanchalik mang'anliq masalasi emas, balki uningdan sezgir bo'lgan masala. Yani Leninning partiya ichida qattiq kontrollik yurgizish va jamiyat qat'iy bo'ysunish nazariyasiga qanchalik tuzitish kirgizish masalasi edi. Keyingi nuqta haqida Gorbachev intayin jonli qoldi bishorat berdi. Dal u kishilar hamisha sotsializmni oldingi nazariya andisi, jamiyatni buyruqvozlar va ijrochilarga ayirib o'tadi deb tushunadi. Men sotsializmni bundaq ziyoda oddiy, mexanik tushunadigan qilmishdan yerginiman deb aytqanidek edi. Partiyaning alayda vakillar yig'inida Gorbachev ta'kidlab, Leninning kompartiya a'zolari jamiyatning siyosiy avangard qo'shuni va Sovet davlati bo'lsa, xalqning hokimiyat yurgizish quroli deydigan qarshiga asosan cho'qim davlat va partiya organlarining funksiyasini aniq ayirish lozim dedi. Lekin kishini gumonlantirdigani shuki, partiyaning boshqa yuqori darajalik rahbarlari mushundaq qilishga tayyorlandimi yo'q? Bo'libmi Ligachev u har qatim partiyaning rahbarligi bilan yadroliq rolining prinsipini ta'kidlaydi. Garchi shundaq bo'lsa-mu, islohotning boshlanishida rahbarlik guruhi ichki qismi birdek holda partiya tashkili ichida aktiv rolni qaytadan tashabbus qilish zarur deb qarashdi. Hamda xalqni qattiq kontrollik ostidagi saylam programmasi raqobatida o'ziga tava vazifalarni tamomlashga ilhomlantirdi. Bu rahbarlik guruhining cheklik holda yerlik partkom sekretarlik vazifasini saylam orqali qo'lga keltirishga urinish mexanizmini keltirib chiqarib, ya'ni hatto ba'zi vaqtda maxfiy bilat tashlash usuli qo'llanilgan. Hatto partiyaning organ kadrlarini doimliq almashtirish ta'kidlandi. Partiyaning alayda vakillar qurultiyi Gorbachev taklifini qabul qilib, yuqori darajalik rahbarlarning vazifa o'tash vaqt cheklamasi va partiya bilan hukumatni ayirib o'tish prinsipini bekitib chiqdi. Shuning bilan Sovet ittifoqi qarmoqqa jongoliklar 1 yil burun qo'llangan tadbirlarni qabul ko'rdi. Sovet olimlarimi ba'zi yangi siyosiy tashkilot qurish orqali texmi kengri ijtimoiy vakillikka erishish uchun imkoniyatlik munozir qildi. Bu xil munozirlar hamisha texmi oshqun, texmi talash tortish qo'zg'aydigan mazmunlarga ega edi. Ular munozirlarda Sharqiy Yevropa kommunistik davlatlarining tajribalarini alayda o'tirib qo'yishdi. Bu davlatlarda atalmış millat yoki xalq frontlarga kompartiya hukmronlik qiladi. Namda bo'lsa, kompartiyadan boshqa partiyalar ittifoqi edi. Anglashlarga qaraganda dehqonlar va ziyolilarning manfaatiga vakillik qiladi ekan. 1988-yili 2 ayning 25 kuni Sovet ittifoqi diplomatiya ministerligi chet el muxbirlarga Sovet ittifoqining bir partiyalik hukmronlik tarixi to'g'risida bir qatim axborot e'lon qilish yig'in ochdi.
2 nəfər Sovet alimi yuqorqidək Milliy Front təşkilat qurishni sınaq qılıb beqish to'g'risidagi tasavvurga qarshilik bildirmadi. TASS agentligining xabar qilishicha, ulardan biri nazariya jihatdan bu xil tasavvurni Sovetda yo'lga qo'yg'ili bo'ladi, ammo bir shart bor. Başqa siyasi partiyalar munbar orqali Sovet ittifoqi jamiyatidagi o'xshamagan qatlamlarning manfaatini aks ettirishi kerak dedi. Yangi siyosiy tashkilot qurish takliflarining o'zila kishilarning diqqatini intayin jalb qildi. U tövəndəki reallıqni aks ettirgan. Sovet ittifoqining qatmal siyosiy tuzilmasiga ma'lum hayotiy kuch berish chorasi mohiyatdan qaraganda aktiv bo'lib, eng oxiri partiyaning o'rni va roliga ta'sir ko'rsatdi. Siyosiyni demokratiyalashtirish sadolari partiya a'zolari va partiyasiz xodimlarning hamisha birga yig'in ichish va davlatning cho'ng ishini munozir qilishni muqarrar ilgari surdi. Partiya a'zolik salohiyatining o'zili bor bo'lgan boshqalarni chetga qiqish alohidaligi buzilmoqda. Partiyadagi o'rni mustahkam amaldorlarga nisbatan partiya a'zolari bilan partiyasizlar orasidagi chegaraning g'uvalishishi, yangi shakldagi siyosiyga qatnashish darvozasining ochilishi. 1917 yildan buyon Sovet ittifoqi turmushida saqlab kelinayotgan intayin alayda o'ringa qaytadan o'zgartish kirgizish xavfini keltirib chiqarishidan saqlang'ili bo'lmaydi. 6. bab parchalanishning 10 cho'ng sababi 2. Ideologiya, din va madaniyat. E'tiqod sohasida partiyaning tanglikda qolgan mushkul holati eng ko'rinarli bo'ldi. Yuqorining xalqqa majburiy tang'ini nima? Kishining qimmat qarshi, estetik qarshi va diniy e'tiqodi zo'r darajada shaxsga tava soha. Partiyaning kontrolligiga uchramasimi bo'lamdi? Bu məsələlərni xuddi Lenin bilan Stalin məngülik hal qılıvatgandaklar. Amma hozir ziyolilar sohasi yana qaynam tashqinliqqa cho'mib, partiyaning nazariya xizmatchilari nima qilarini bilolmay qoldi. Shunday qilib, tuzumning ideologiya binosi bargan sir krizis ichiga petib qoldi. iqtisod, jamiyat va siyosiy sohaning amaliy taraqqiyoti bilan uzun mazgilli qo'g'dashning haqiqatiga osiylik qilib qolmasdan balki partiyaning jamiyatning qimmat sistemasiga bo'lgan ideyaviy kontrolliqimi tahdidga uchirdi. Oshkor munozara proletariat sinfining diktatorsini tavratmoqda. Bu diktatorni hammani monopol qiladigan siyosiy partiya faqat bir xil ta'limot moda bo'lgan jamiyatda yurgizib. Bu jamiyat yuksak darajadagi markazlashtirilgan planlash tuzilmasini yurgizadi. Eg'ir sanoatni eng avval taraqqiy qildirishni hamda yezi egligini kollektivlashtirishni ta'minlaydi. Chunki oshkor munozirlar hamisha allaqachon o'rnab bo'lgan. Ideologiyaning qo'g'dishiga uchirgan usulga xilof Sovet ittifoqining madaniyat sohasidagilar allaqachon barpo qilingan ta'limotlarga oshkora osiylik qilyotidi. Hatto dinmo qaytadan bosh ko'tarib, ishlarni texmo murakkablashtiryapti. Madaniyat sohasida oshkorlikni qo'llab, davron qiladigan vaziyat tezli paydo bo'ldi. Har xil adabiyot va madaniyat tashkilotlarida qizg'in munozirlarni qo'zg'adi. Hatto siyosiy jihatdagi oshkorlashni keltirib chiqadi. Sovet ittifoqining madaniyat turmushi dal mushu tashkilotni cho'rdab qanot yoydi. Gorbachev islohotning dastlabida, ya'ni 1987-yili Tahrir hay'ati, yozuvchilar jamiyati, kino xizmatchilar jamiyati va asosliq teatrxonalarning kontrol qilish huquqiga qartilgan oshkor kurash partildi.
1988 yılı 3. ayının 22. günü nəşr qılınğan Sovet Mədəniyyət Gezitining aşkarlaşıca, yeni təxminən 6000 parçadan artıq əsər təkşürüb çəkləşkə uçurğan. Әмма uzun məzgil çəklənən bir qism əsərlər alqışqa erişkən həmdə qaytadan nəşr qılınışqa ruxsat qılınğan. Bundan başqa ilgari bekitilgan ilim jinoyatlari va tanqidlar bekor qilindi. Chet ellarda sargardon bo'lib yurgan zotlarga taklifnoma avatilib, vatanga qaytishni qizg'in qarshi oladiganligini bildirdi. Dastlabdagi qattiq hayajonlarda haqiqiy kangri bo'lgan, asosiy jihatdan cheklamaga uchramaydigan oshkorlikni yo'lga qo'yishni himoya qiladigan kishilar muvaffaqiyatli holda bir necha ochqushliq madaniyat nashr afkorlarini o'tkazib oldi hamda teatr san'ati sohasining boshlamchilik o'rnini egalladi. Ular mushu afzallikka tayinib, ba'zi harakatlarni qo'zg'ab, sotsializmni tanqid qiladigan asarlarni ijod qila oladi. Ya'ni, masalan, olqishga erishgan film o'kinish ham kishilarni o'zlari intilgan ijtimoiy va siyosiy islohotni qo'llashga safarbarlik qildi. Ammo ularning ishlari ochqushliq bo'lgan Sovet yozuvchilar jamiyatida o'ngishliq bo'lmadi. Sovet yozuvchilar jamiyati uzundan buyon izchil partiyaning ideyaviy nazariya xizmatchilari alayda diqqat qiladigan nishon bo'lib kelgan. Jamiyatning hozirgi rahbari partiya markaziy komitetining qo'llashida. Islohchilarning nomzodlarini ishga qo'yish g'arzini muvaffaqiyatlik mag'lub qildi. Ammo dal mushu yerda mushundoq huquq ko'rishi yuz berishidek reallik kishilarning erkin holda Sovet ittifoqi realligini tanqid qiladigan obzorlarni e'lon qilishini ilgari surdi. Ijodiyat bilan shug'ullanadigan ziyolilar sohasi tabiiyla Gorbachev islohotini eng qizg'in qo'llovchilar bo'lish bilan bir vaqtda yana Gorbachevni o'zlarining bir a'zosi deb qaraydi. Dal mushu sababdan partiyaning nisbatan ehtiyotjon islohotchi rahbarlari alla-buralla ziyolilarning ideyaviy qizg'inligini cheklashga tirishchanlik ko'rsatishni boshlagan edi. Ular amaliyotda bir maydon qaytarma zarba qo'zg'adi. Boshlamchisi Gorbachevning yordamchisi ayni chog'dagi ideya madaniyat xizmatiga mas'ul rahbar Igor Ligachev edi. U ijodiyatchilarning jamiyatning umidvor tarafini aks ettiradigan asarlarni texmi ko'plab ijod qilishini oshkor qo'llab, ommaga intayin tonish til bilan ulardan sotsializmni qisman emas, balki umumyuzlik aks ettirishni ko'p qatim talab qildi. Uning qo'llovchilari texim oshirib etgan bo'lib, ular oshkorlikning an'anaviy qarashga bo'lgan hujumini 1941 yildagi Germaniyaning Sovet ittifoqiga hujum qilishiga selishtirdi hamda 1987 yili 3-ayning 17 kunidagi Adabiy Rossiya jurnalida parda orqasidagi qo'mondonlik qilg'uchini fursatparast unsur chaqina sesqnam purkatgan deb aybladi. Bu munozirlarning mo'yin bir tarafi bo'lsa, Sovet sistemasining birdakligini tashladi. Islohot harakati vaziyatining kuchayishiga ergishib, bir qism axborot organlarimi islohotning qizg'in qatnashquchisi bo'lib qoldi. Ular bir tarafdan oshkorlikni tashabbus qilsa, yana bir tarafdan oshkorlikni uzil-kesil amalga oshirdi. Boshqa bir qism axborot organlari ziyoda so'g'uqqan bo'ldi. Yangi Dünya va Uchqun qatorliq jurnallar bilan Moskva xabarlari, hatto Haqiqat gazetida, Adabiyot gazeti qatorliq gazetlarmi intayin ochiq holda kengri islohot qilishni oshkor qo'llaydiganligini ifodaladi. Moskva nashriyati nashr qiladigan Sovet Rossiya gazeti va armiyaning Qizil Yulduz gazeti qatorliq axborot organlarining ifodasi nihoyat ig'ir besib bo'lib, hatto ma'lum darajada Stalinizmning o'tmishini oqladi.
o'tmishdagi Sovet ittifoqi axborotchilari hamisha o'rtaq o'lchamda xabar beradi. 1988 yilning yil beshida bu xildagi odat xarakterdagi jamoat fikrlari bir qilibda bo'lishdek vaziyatni mashhur bir vaqa buzib tashladi. 3-ayning 13-kuni Sovet Rossiya gazetiga gap so'zlar keskin bo'lgan Stalinizmni qo'g'daydigan maqola e'lon qildi. 4-ayning 5-kuni Haqiqat gazeti mazkur maqolani islohotga qarshi xitobnoma deb aybladi. Bu xildagi an'ana bilan ado-judo bo'lish usuli Sovet ittifoqining an'anaviy zotlarini qattiq cho'chitdi. Bu mohiyatidan bir yangi shayning maydonga kelishidan, hokim mutlaq prinsipdan voz kechishdan derak berdi. Partiyadagi an'anaviy qarshi nisbatan ig'ir amaldorlar axborot sohasida yangidan maydonga kelgan ko'p xillashgan vaziyatga kuchlik inkas qaytardi. Partiyaning alayda vakillar qurultayida Ligachev bu xildagi kishilarning hissiyotini ifodaladi. U benormal pozitsiyada qattiq chechilib, Moskvadagi bir mo'yim gazetning haqiqatni burmilganligini aybladi. U vaqirab turib, gazetda bizning yeyotgan narsalarimizni saplama buyum debdi. Moskva xabarlaridagi dangliq gazet mushundaq dedi. Mening uni haqiqatan boshqa bir narsa degim keladi. Uning so'zi yig'indagi amaldorlarning qizg'in olqishiga muyassar bo'ldi. Adabiyot sohasi va axborot sohasida maydonga kelgan umumyuzlik parokandichilik hukumat ideologiyasida texmi tubki kirzis yuz berganligini aks ettirdi. Hukumatning ideologiyasi ham murakkab, zamonaviy turmushga taqobil turolmaydi, ham hozirgi jamiyat ahvoliga va yangi ijtimoiy talablardagi alayda sazgur ijodiyat kuchiga mahoratini ko'rsatadigan sahna tepib berolmaydi. Bu munozirlar bugungi Sovet ittifoqidagi ma'naviy puchaklikni ichib tashlab, hukumat haqiqatini qo'g'dug'chilarni texmi mushkul ahvolga qo'ydi. Hukumat tarixdan beri moddiy qimmatga ahamiyat berib keldi. İctimai tuzum amaliyotda kishilarning moddiy ehtiyojini qamdashga amalsiz. Shunga ma'naviy puchaklik va umumlashib qolgan qo'lning uchida ish qilish pozitsiyasini yana ilgirlab, ig'irlashtiribdi. Shundoq qilib, davlatning axloq qiyofati siyosiy va soqchi hukmronligining shafqatsizligi hamda kasbdagi manfaatparastlikda yig'inchoqlandi. Bu Sovet ittifoqining ma'naviy jihatda allaqachon namratliq holatga petib qolganligini ifodalab berdi. Kommunistik partiya ko'p yillardan beri butun kuchi bilan o'zining jamiyatga qaratgan marksizmlik tarbiyasining eng oliy sotsialistik axloq o'lchamiga ega yangi sovetliklarni yetishtirganligini tashviq qilib kelgan edi. Shunga Sovet ittifoqining ro'y qiyofatiga qartilgan yuqorqidek ayblash salmiqi jihatda tabiiyla odatdan tashqari ig'ir edi. 1987 yili 2-ayning 14-kuni Haqiqat gazetida Chingiz Aytmatovning bir parcha odatdan tashqari o'tkir maqolasi e'lon qilindi. U keng talash tartish qo'zg'agan roman Qiyomatning avtori edi. Partiyaning an'anaviy qarshiga sodiq muridlar bu asarni xudoga intilganlik yoki diniy tusi intayin qo'yiq deb ayblashdi. Aytmatov gapni tuzli qilib, 70 yillik Sovet hokimiyati hukmronligi darvaqa xristian dinining qimmat qarshini muvaffaqiyatli yo'qotdi. Ammo har qanday aktiv narsani uning o'rniga dasatmadi dedi. U Sovet ittifoqi jamiyatini his tashliq yo'q, boshqa bir xil qarash hukmronlik qiladi deb aybladi.
Faqat soda va mulozimat xarakterdagi kasblarda, hattoki diplomatiya ishlarida rahimsizlikka bir-birini ahmoq qiladigan aqidaga amal qilsa, ondan ehtimol turmushda muvaffaqiyat qozong'ili bo'lishi mumkin. Dal mushundaq bo'lg'achqa bizning, ya'ni jamiyatimizning haqqoniyat ideyasi burmalandi dedi. Sovet ittifoqining yana bir mashhur yozuvchisi Daniel Granin 1988-yili 3-oyning 18-kun nashrdan chiqqan adabiyot gazetidami o'xshash bir masalani markazlik tilga oldi. U Sovet ittifoqi jamiyati shafqatsizlik fazilatiga ega. Sovet ittifoqining qimmat sistemasida qilchilik ichinish ro'yi yo'q deb ko'rsatdi. U yana manbasini izqo'g'lab turib, bundaq ahvol Sovet ittifoqi yezillaridagi keng ommaga majburiy tengilgan kollektivlashtirish vaqtida ifodalangan odatdan tashqari yovuzlikdan kelgan deb ko'rsatdi. U hissdoshlikning kam bo'lishi tasodifiy hodisa emas. Ko'pchilik ezilgan ashu yillarda kishilarning o'z qarindoshlariga, qo'shnilarga tangsiz muomalaga uchirgan oilalarga yordam berishga ruxsat qilinmaydi. Jinoyatchi deb hukm qilingan va surgun qilinganlarning farzandlariga panolik berishga bo'lmaydi. Kishilar ig'ir jazolashni oshkor madilashga majbur qilingan, hatto turmaga qamalgan kishilarga hissdoshlik qilish cheklangan. Hissdoshlikqa yaqin keladigan boshqa shakldagi hissiyotmi gumon doirasiga kirgizilgan, hatto jinoyat hisoblangan. Hissdoshlik aslida qonunsiz va zo'ravon qilmish, qamash, pash qilish, qonunsizlik, dumbalash va jismoniy yo'qotish qatorliq qilmishlarga aralashish kerak edi. Ammo 30-yillar va 40-yillarda hissdoshlik bizning lug'atimizdan yo'qoldi. Shundan keyin bu so'zni qayta ishiltib baxmidiq deb yozgan edi. Partiyaning aqidasining qo'g'dug'uvchilari, partiyaning markaziy komitetidagi kasbiy nazariyachilar, ichki ishlar ministrligi bo'lgan KGB'dan pensiyaga chiqqan kishilar va partiyaning organ kadrlari bo'lib, mushu qurlarni o'qig'inida cho'qim hayronlikdan hangviqib qoladi. Ularga nisbatan aytganda, kommunizmning axloq jihatdagi mag'lubiyatini muzokara qilish ideologiya sohasida partiyaga xiris qilganlik bo'lib qolmasdan balki yana hozirgi huquqqa nisbatan yoshurun tahdid hisoblanadi. Ularning bu jihatdagi andisi o'rinsiz emas. Chunki kishilarning axloqi tushkunlik masalasiga bo'lgan kun siri oydinlashayotgan yangi tunishi diniy güllenishga darvozasini ochgan edi. Cho'ng roschilikda saqlanayotgan axloq vakoumi va qaytadan o'yg'itilgan milliy tarix engi ularning Rossiya pravoslaviya dini va bu dinning davlat turmushidagi rolini tadqiq qilish qizg'inligini qaytadan ulg'aytdi. Bu intayin muhim yangi bir voqea. Chunki Sovet rahbarlari dastlabda Rus pravoslaviya dinini bostirgan vaqtda nisbatan aytganda yanada nisbatan oson. Asosliqi pravoslaviya dinining davlat huquqiga bo'ysunadigan an'anasi bo'lganligidandir. Oqibatda hukumat tashviq qilgan xudosizlik Rossiyaning markaziy shahar bozorlarida cho'ng ilgirlashlarga erishdi. Tashkillik diniy faoliyat, murosimlar shaxslarning uylariga yetkazdi. Buning bilan ro'shan selishtirma bo'g'ini Litva va Ukrainaning g'arbdagi oz sonliq katolik mordlari va O'rta Osiyodagi musulmonlarning diniy faoliyatlari boshdan oxir davomlashib keldi.
diniy mortlarga nisbatan aytganda, diniy faoliyatlarning o'zida ma'naviy mazmun bo'lib qolmasdan, balki yana Sovet ittifoqi va Rus hukmronligiga qarshi bir xil milliy qarshilik ko'rsatishning shakli hisoblanadi. Növbətdəki basqışda Rus pravoslaviya dini e'tiqodining keng ko'lamda tirilishi haqida so'z etishqa texi ziyoda baldır. Pravoslaviya dini jamiyati kompartiyaga ma'lum shaklda xiris, ya'ni xuddi Sovet ittifoqining qo'shnisi kompartiya hukmronligidagi Polshada Rim katolik dini jamiyatining ahvoliga o'xshash paydo qildi deb qarash ham xatodir. Bir tashkilot bo'lish sifati bilan pravoslaviya dini partiyaning qattiq kontrolligi ostida. Partiyaning diniy xodimlarga siyosiy singib kirishi bakmi unumlik bo'lib, hatto maxfiy saqchilar ichiga suqunib kirgizildi. Lekin umumlashgan xristian e'tiqodi bo'lgan Rus pravoslaviya dini barg'ansir kishilarning diqqatini jalb qilgan holda bosh ko'tardi. Pravoslaviya dini axloqiy vijdonni uyg'otadigan birdan-bir buloq. Texmi uzoqqa so'ziladigan milliy madaniyat qimmatining haqiqiy gavdlantirguvchi sifatida qaytadan bosh ko'tarsa bo'ladi. Bu ma'nodan aytganda, dinning qayta güllenişi Sovet ittifoqi kommunizmida ko'rilgan ma'naviy madaniyat jihatdagi qaqasliqqa qaytirgan cho'nqur tarixiy manbalik inkos edi. 1988-yili qadimiy Ruslar, ya'ni bugungi Ukrainalar, xristian diniga e'tiqod qilganiga 1000 yil bo'lgan yil. Bu reallik diniy gülleniş yüzlenishiga hayotiy kuch baxsh etdi. Tabriklash faoliyati avomning dinga hamda dinning Rus tarixida o'ynagan roliga bo'lgan diqqatini qaytadan uyg'otdi. Ziyolilarda boshqalarga o'zi yiqqan diniy iznaklarni namoyon qilish, tashlandiq, mehnat bo'lib ketgan cherkovlarni remont qilishga qatnashish barg'ansir moda faoliyat bo'lib qoldi. Barg'ansir ko'plagan Rus ziyolilariga nisbatan aytganda, din jonlanib, ideologiya amdi xaroblashdi. Dinning chaqiriq kuchiga bosh qo'yayotganlar yolg'iz Rossiya ziyolilari emas. Diniy ruhning kun sira asli kelayotganligini tushuntirib berdigini cho'ng tozlash yuz bergan qonliq yillardagi Stalinning eng sodiq odami Malenkovning Rossiya pravoslaviya diniga e'tiqod qilishidak dongliq voqea edi. Bu voqea chet elda hech qanday diqqatni qo'zg'amadi. Ammo Moskvada bir mahal cho'ng bas munozirni keltirib chiqadi. U umrining eng oxiridagi bir necha yilida butun vujudi bilan diniy hukumatchilar guruhiga qatnashdi ham o'zi o'lgandan keyin uni xristian murosimida dafn qilishni qat'iy talab qildi. Stalinizmning dushmanlari Malenkovga qanday muomala qilishidan qat'iy nazar, Stalin o'zi tanlagan izbosarining qilmish atmishlari kommunistik partiyaning ateizm, ya'ni dinsizlik tashviqotining mag'lub bo'lganligini komediyalik holda aks ettirib berdi. 1988-yil chaqirilgan partiyaning alayda vakillar qurultiyida Gorbachev dinning Sovet ittifoqida gullanayotganligidek reallikni tan oldi va qabul qildi. U biz o'zimizning diniy dunyo qarshiga bo'lgan ko'z qarshimizni yoshirmaymiz. Biz dinni g'ayrimaterializm va ilmiy bo'lmagan dunyo qarash deb qaraymiz. Ammo buninglik bilanla dindorlarning ro'y dunyosiga hurmat qilmaslikka bo'lmaydi. Buninglik bilanla materializmlik dunyo qarshini turg'izish uchun har qanday ma'muriy besim ishlatishga texmi bo'lmaydi dedi. Shunda qilib Gorbachev ateizmni ilgir surish harakatining mag'lub bo'lganligini yoshirin ifodaladi hamda haqiqiy dinga,
kishilar texmi yaxshi ko'rdigan bir o'rin berdi. Davomi bor.